Diqqat! Malikamiz 1957-er tanlash tanloviga Ay. Shu asbobing yoqmaydi deganman. Boshqa chalma. Mani boshqa e'lon qilinglar. Mendan chiroylilarni yashashga haqqi yo'q. Xuddi birinchi marta erga tegayotgandek. Hayajonlanib ketyapman. Er tanlash tanlovimda qaysi erkak g'olib bo'lsa, ana shunga Starhouse saroyimni sovg'a qilaman. Kim edi bu jilpillagan? Boshlang. Yoring go'zal hur bo'lsin, yuzlarida nur bo'lsin. Mingta dilbar kerak emas, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Ey, yalanga yoq. She'ring yomon emas. Ha, yomon emas? ajoyib. Ha, o'zing o'ylama qol. Malikam. She'ring yomon emas. Lekin o'zing bo'lmaysan. Sen bilan kelajakda zo'rlangan qirolicha xo'rlangan qirolicha bo'lib yashashni xohlamayman. She'rlarga yod qiling. Yo'q, o'zim ketaman. O'zi yozuvchilar jonimga tegib ketdi. Saroyimiz ustida yozishga. Ey, sen. Qo'lingni ko'tar. Shundoq yoz. Keyingisi. Qayerdan topadi shunaqa asboblarni? Kino saroyidan Said Muxtor. Qizlar ajali? Salom malikam. Otingiz bo'lib ishlaymi? Itingiz bo'lib vovullaymi? Vov. Itlarga qiziqishim yo'q-ki, lekin otlarni yoqtiraman. Kechirasiz Malikam. Bu sizga juda ham qarilik qiladi. Qari bilganni pari bilmas deyishadi. Chakagingni o'chir. Siz menga juda ham yoqib qoldingiz. Yaxshi yigit. Voydod. Saroyim sizniki bo'la qolsin. Bugundan boshlab meni shohimsiz. Ay malijonlarim. Qirolim. Malikani o'ldirib yuboringlar. Yo'q. Qirolim, o'ldirmanglar meni. Meni o'ldirmanglar. Deyishim kerak. Ahmoq. E'tiboring uchun Starhouse saroyi 2026-yilda bitadi. Saroy men nomimni emas edi. Endi meni itim bo'lasan. Yangi kelgan soqchimi deyman-a? Ha, yangi kelgan. Menga qara. Mabodo Starhouse saroyiga ega bo'lishni xohlamaysanmi?